Hammaga assalomu alaykum. Hammalaringni bugungi hayit ayyomi bilan hammalaringni tabriklayman. Hammalaring sog' salomatmisizlar? Bugungi hayit bayramini dam olish kunlari bo'lib o'tkazyapmiz mana. Mana shu stullarimizni Xorazmga sotilgan shopir bugun kechga kelish kerak. Bugun hayit kuni ham ishlaymiz shekilli. Kechga kelsa yuklab yuboramiz, xudo xolasa. Bularni yuklab ertadan yana ishlar boshlanadi. Zakaslar ko'p, xudo xolasa. Bularni yuklab jo'natib yuborsak, bugun endi dam olib, bugun mana gullarga suv quyib qarab yuribmiz mana. Oldida mana gulzorim bor. Har qalay hamma gullardan bor mana archami, shamshodmi, nima gul desalaring. Mana liliya gullari bor mana. Hamma gullardan bor. Kimga kerak bo'lsa mana shu gulga ko'pchilik qiziqyapti. Chaqirtirib bering deyishyapti. Kartochkasini Andijondan bitta opamiz bor. O'sha opa olib kelib chaqirtirib bergan. O'tgan yil ekkandim. Ko'p edi, mana katta bo'lib, tagida kartochkalari yana ham ko'payib qopti ancha. Mana oqidan sariq, mana bardoviy, oranjevisi bor. Mana sarig'i. Mana italyanskiy archa bor. Shamshodlar, bilayn. Mashlarni 4-5 yildan beri qaraymiz. Suv sepib, dorilarni solib, hamma yoq bor, xudoga shukr. Charchaganda endi shularni ham ko'rib dam olamizda, birarda charchab ketamiz, kechasi ham ishlaymiz, sahar turib ham ishlaymiz. Zakaslarni kunini aytgan kunga qilib berish kerak. Charchab juda ezib yuboradi birarda. Shunda shlankani olib, suv quyib, sahar turib bularga tomosha qilib o'tirib yozilaman. Shunaqaga gulzor qilib olganman oldimga mana. Dam olgani chiqib keta olmasam ham oldimda shu dam oladigan joy bor. Har qalay sal bo'lsa ham stresslardan chiqarib yuboradi. Bugun dam olib, xudo xolasa ertadan ish. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Tinch bo'linglar, sog'-omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat.